ishlagani safarga ketgan qaysi do'stimizni xonadonidan xabar oldik? Ota-onasidan, oilasidan. 4 ta olib bo'lsa ham bordik. Bu yerdan telefon qilishni bilyapmiz. Kelgandan keyin oshqa ber deyishni bilamiz. Navbating kelgan oshqa ber. Eriga masalan bir ziyofat qilib deyishni bilamiz kelgandan keyin. Foydasi desa arkasidan yurishni bilamiz. Do'stim deymiz, qiyomatligim deymiz. Ancha gaplarni gapirib boramiz. Lekin mana 1 oy bo'ldimi, 1 yil bo'ldi. Qaysi birini xonadonidan xabar oldik? Otasiga do'konga ko'tarib bordik. Borib otasiga orasiga sizga bitta xizmat bormi? Ayting, do'stimiz ishlagani safarga ketgan mayli. Biz endi shu yerda bo'lib turaylik, bitta xizmat bo'lsa ayting deyapmizmi? 100 tadan bitta eshitilib qolmasa bu narsa bo'lmayapti. Biz dunyoda o'zida qochib o'ryapmizmi bir-birimizdan? Biladigan. Faqat internetdanmi qadrlanishadi? Internetdanmi do'stlik? Istoriyalardan. Faqat foyda kelib tursam, Xudo uchun qilmaymizmi katta narsa? Umid